Tövəndə dehqonlarga iqtisodshunos Darun Ajam o'g'li bilan James Robinsonning dunyoviy mashhur kitobi Davlatlar, ya'ni millatlar nimishqa halok bo'ladi?dan haftalik tarjima. 3-bob, 3-paragraf. Gullanishning motori. Hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassala kishilarga o'zlarining talantlariga eng mos keladigan kasblar bilan mashg'ul bo'lish erkinligini berib qolmasdan, balki yana ularning shu orzulariga yetishiga qarata bir qadar barobar bo'lgan fursatlarni beradigan, hamma kishini o'z ichiga olgan bozorlarni barpo qiladi. Yaxshi iddiasi bo'lganlar o'zlarining tijoratlarini boshlay oladi. Ishchilar o'zlarining xizmat unumdorligi yuqoriroq bo'lgan sohalarga intiladi. Unumsiz shirkatlarning o'rnini unumli shirkatlar oladi. Hamma kishini o'z ichiga oladigan bozor sharoitida kishilarning kasbini qandoq tanlay oladiganligini mustamlika qilingan Peru va Boliviyaning meta tuzumi ostidagi xizmat mahoratining bor yo'qligi va yoki xohlash xohlamaslik bilan hisoblashmay kumush va merkuriy konlarida ishlashga majburlangan kishilar bilan selishtirib beqing. Hammani o'z ichiga oladigan bozorlar nuqul holdagi erkin bozorlar emas. 17-asrdagi Barbadosdami bozor bor edi. Lekin u chaqda Ossondagi shakar o'stiruvchi xo'jayinlardan boshqa kishilarning xususiy mulk huquqi bo'lmagan bo'lib, bu nuqtani ko'z tutganda Barbadosning bozorlari hammani o'z ichiga olgan bozorlardan ko'p yiroq edi. Qul bozorining mavjud bo'lishi amaliyotda nopusning ko'p qismini sistemlik holda majburiy emgakka zo'rlash orqali ularning o'zi yaxshi ko'rgan kasblar bilan shug'ullanishidan va ularning talantini qandoq joriy qildirishidan mahrum qoldirgan iqtisodiy muassasalarning bir parchasi edi, xolos. Hammani o'z ichiga olgan iqtisodiy muassasalar gullanishning boshqa ikki motoriga, ya'ni texnika va ma'rifning taraqqiy qilishiga yo'l ochadi. Iqtisodning sijil eshishi har doim degudek emgakchilar, yer zamin, mavjud kapital, ya'ni binolar va mashina uskuna qatorliqlarning unumdorligini oshiradigan texnikalik yengilish sababidan borliq keladi. Biz bu mo'minlarning qandoq sharoit yashaganliklarini ko'z oldimizga keltirib baqayli. Bundan taxminan bir asrdan ko'proq vaqt ilgari yashagan ular aeroplan va avtomobillarni yoki biz uchun hozir osmondan tushib ketilgandek ko'rinadigan tibbiy dorilar va davolashlar va hatto uyning ichiga o'rnatilgan par, havo tanshug'ichlarni hamda soda saroylar, radio va harakatli filmlarni aytmay turayli. Mana bularning hech qaysisini bilmay bu dunyodan o'tib ketishgan. Davrimizdagi uchur texnikasi mashina odamlar yoki kompyuter kontrol qilgan mashina uskunalar ular uchun boshqa bir rivoyat. Biz bir necha avlod keynimizga baqqanimizda insonlarning texnikaviy bilimining shu qadar tez va turmush saviyasining shu qadar tuvanligini, nurg'unlagan odamlarning naqadar taskunlarda yo'qsizlikning ichida yashaganligini tasavvur qilishimizmi qiyinga to'xtaydi. Hayotimizdagi yaxshiliklar ilm-fandan va uni yaratalaydigan va uni foyda yaratalaydigan soda tijoratga tatbiqlay olgan Thomas Edisonga o'xshash korxonachilarning tirishchanliklaridan kelgan. Bu turdagi yangilik yaratish jarayoni xususiy mulkka ega bo'lishni rag'batlantiradigan, to'xtamlarga rioya qiladigan, hammaga adil fursat yaratadigan, yangi texnikalarni barliq keltira oladigan, yangi tijoratlarning maydonga kelishiga ilhom beradigan va ularning taraqqiyotiga yo'l qo'yadigan iqtisodiy muassasalarning bo'lganligidan mumkinchilik aylangan. Shundoq bo'lganlikdan Thomas Edisondek kishilarning Meksikadan yoki Perudan emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqqan bo'lishi. Bugungi kunimizda
texnik jihatda ilg'or bo'lgan Samsung va Hyundai qatorliq shirkatlarni barliq keltirgani Shimoliy Koreya emas, Janubiy Koreyaning bo'lishi hargiz hayron qolarliq tasodibiylik emas. Texnika bilan zich bog'lanғаны yoki maktablarda, uylarda va yoki xizmat o'rinlarida olgan ma'rif, yetildirgan mahorat va o'stirgan qobiliyat hamda muayyan xizmatlarni tamomlashlarni biladigan emgakchilardir. Hozir ahvolimizni biz bir asl ilgirki ahvolga solishtirganda, hozirgi xizmat unumimizning bag yuqori bo'lishi faqat mashinalarda aks etgan texnik sababdan bo'lib qolmasdan, balki yana ishchilar egallagan xizmat vazifalarini tamomlash saviyasining yuqori o'sganligidandir. Texnikani qanday qo'llanishni biladigan, malakalik darajasi yuqori bo'lgan ishchilar bo'lmagan taqdirda dunyodagi har qanday texnikaning qilchilik keragi bo'lmaydi. Lekin ishchilar uchun mashinalar bilan qanday mashg'ulot ilib berishni bilishdan to'laroq ularning yetildirgan mahorati va qobiliyati texmi muhimdir. Yangi texnikalarni tijoratning har qaysi sohalarga moslashtirib ham qabul qilish orqali barliq kelgan ilgirlash, ilmiy bilishlarni paydo qila oladigan emgak kuchlarining ma'rif saviyasi va mahoratining karomatidandir. Xuddi biz bu kitobning birinchi bobida ko'rganimizdek, sanoat inqilobi mezgilida va uningdan keyingi mezgillarda barliq kelgan kashfiyotchilar Thomas Edisondek yuqori ma'rif tarbiyasi olmagan kishilar bo'lib, ularning kashf qilganlari hozirgi zamon texnikalari solishtirganda to'limaddi. Zamanımızdaki texniklik yangilik ve hem keşfiyatçıdan hem işçiden muayyen ma'rif saviyasining bo'lishini talab qildi. Dal shu nuqtada biz bir jamiyatda hammaga barobar fursat yaratadigan iqtisodiy muassasalarning bo'lishining muhimligini ko'rib yetamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Bill Gates, Steve Jobs, Sergey Brin, Larry Page ham Jeff Bezosga o'xshash kishilarni hamda uçur texnikasi, yadro kuchi, biotexnika va boshqa sohalarda xalqlik bayqashlarni barliq keltirgan necha yuzlagan dunyoviy olimlarni va bu olimlar erishgan fan texnika muvaffaqiyatlari asosida ig'lik tikilgan, yuqorida tilga ilingan kishilarni o'z ichiga olgan dunyoviy korxonachilarni barliq keltiralgan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'smirlarning ko'pinchisi o'zi xohlagan darajada ma'rif tarbiyasi ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgani uchun bu davlatda talantlarning zapisi o'ksib qolmaydi. Endi buningga o'xshamaydigan boshqa bir jamiyatni, masalan, Kongo yoki Haiti davlatini tasavvur qilib beqing. U yerlarda nüfusining ko'p qismining ma'rif tarbiyasi ko'rgidek qudrat yo'q. Ular maktabga bora olgan taqdirdami, ma'rif sifati nachar. O'qituvchilar dars o'tish uchun maktabga vaqtida kelmaydi. Kelgan taqdirdami, o'quvchilarning oldida qo'lida tutib o'qig'idek darslik kitobi yo'q. Namrat davlatlardagi ma'rif saviyasining tuvan bo'lishidagi ahvolni keltirib chiqargani, ota-onalarning farzandlarini o'qitishga rag'batlantiradigan, muhitni yaratolmagan iqtisodiy muassasalar bilan hukumatni ota-onalarning va bolalarning orzusiga hurmat qiladigan maktab selish, iqtisodiy jihatda maktablarni qo'llash va ularning aylanishini kafolatlantiradigan muhitni yaratolmagan siyosiy muassasalardir. Aholisining ma'rif saviyasining tuvan bo'lishi va hammani o'z ichiga oladigan bozorning yetarsiz bo'lishi sababidan bu davlatlarning to'laydigan badli ig'ir bo'ladi. Ular aholisining talant boyligini qazolmaydi. Ularning orasida necha Bill Gates, bir yoki ikki Albert Einsteinlar bo'lishi mumkin. Ammo ular hozir namrat, savodsiz dehqonga aylanib qilyotidi. O'zlari qilishni xohlamagan ishlarni qilishga majburlanyotidi yoki majburiy askarlik tutilyotidi. Shunda qilib ularning o'zi yaxshi ko'rgan hayotni yashash fursati bo'lmaydi. Iqtisodiy muassasalarning hammani o'z ichiga oladigan bozorlarning yoshirin iqtidorini jo'g'lab, texniklik yangiliklarni yaratishga ilhomlantirib, odam kuchiga mablag' solg'izib, nurg'unlagan shaxslarning talanti va mahoratini harakatlantirilishi iqtisodiy taraqqiyot uchun intayin muhimdir. Shuncha ko'p iqtisodiy muassasalarning
Немішқы мұшы xil addiy bo'lgan maqsadlarga yetolmasligining sabablarini tushuntirish bu kitobimizning markaziy temasidir.